Raspakovkani raspadajasi. O'rdak kerak demadingiz? Raspadajasi. Bu doim olib taslim olib kelamiz. Narxini tushirib oldik. Buni olib bozorga olib olgan taqdiringizda ham o'sha foydalasiz, xudo xolasa. Bitta keling. Bitta qora bayram qo'shib olib keldik. Bu sotilmaydi lekin. Xush kelibsiz fermaga. Masha, boring. Mana o'na sheylik. Farg'onadan olib kelyapmiz. Aka mana ustda xo'roz 50 ta. Xo'rozlarni ko'ring. Bak uyumadan ekan bu uyum. O'lganlar yo'qmi? Hech keldi-yu. Yo, o'lmabdi. Sizlar o'tmay qoldi, lekin o'lmabdi. Raspadajada bekorga aytmadim. Xo'rozlar 220 ming so'm. Makiyonlar 120 ming so'm. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, nomer qoldirib qo'yaman. Aloqaga chiqsanglar, kelishib olsangiz sotamiz, xudo xolasa. 120 ming so'mdan bozorda ham yo'q. Shunchaki manfaat ulash maqsadda. 100 ta makiyon, 50 ta xo'roz. G'ozlarimiz ham ochilibdi. Bir kunlik g'ozi jo'jalari ham bor. Hozir nasib bo'lsa, boraman inkubatorga. Uni ham kech payt bir nasib bo'lsa, obzorini qo'yaman. Bir dona g'ozi jo'jasi 50 ming so'm. 100 ta bostirganmiz. Endi nechta ochiladi, xudo biladi. Hozirgi paytda 20 talar ochilib, xudo xolasa. Salomat bo'linglar. Raspradajaga ulgurib bo'linglar. Chista manfaat ulash, boshqa hech bo'lmas. Ketdi. Ketdi.